Larımızı tızışqı tamamen bo'ladigan oddiy ammo bak yeyishlik pishiriq tayyorlaymiz. Filmni oxirigacha ko'rsangizlar sizlar cho'qim gap tayyorlay olasizlar. Sizlarga tuqqanlar. 2 tal tuxum, 50 gram yemeklik meyi, 1 piyola atrofida oq shakar, 100 gram yemeklik soda selib, tuxumni tekshir aralashtirib olamiz. Mening ishlatganim Alning Nuri, Alning faxri bo'lgan, har xil chirtmalardan xoli yeshil yemeklik o'lchimida ishlangan Al Nurining 5 dan xoli yeshil ayloni. 300 gram unni selib, suv quymaylar xamirni mush bo'yicha yo'g'irib olamiz. Yurak yulduzlarni biz filmni saqlab olishni unutib qolmanglar tuqqanlar. Bu biz sizga vaqtinglarda men topolmay qolasizlar. Yana bir qachaga 150 gram un, 1 tal tuxum, 40 gram atrofida iliman suv quyib, oq xamir qilib yo'g'iramiz. Xamirni 15 minut tindirib qo'yamiz. Qo'llash bek az bo'lib keladi, tuqqanlar yurak gullarini berib qo'llab qo'yishingizni tuanchilik bilan so'rayman. Oq xamirni ayrim yeyib, ustiga seri xamirni qo'yib, mush bo'yincha qilib, jo'risini kesib yutamiz. Andan ham meni mush bo'yincha kesib olgandan keyin mayni 70 gradusda qizitib pishiramiz. Men qo'shib olsanglar, har kun sizlarga o'xshagan pishiriq taomlarni sunib turman. Qarsak intayin chirik yeyishlik xosanga o'xshash pishiriqimiz tayyor bo'ldi. Mana a endi sizlarga cho'qim qo'l selib tayyorlab inkas rayoniga yo'llab qo'yishni unutib qolmanglar.